Hürmetli obunachilarimiz, yine bugün ayapamız gelip bizden 3 milyonluk kokunlu mebelimiz arid ettiler. Ayapamız 3 konvertlardan Xudo xolasa birisini seyledi, bir sovg'a yutib oladi Xudo xolasa. Ana ayapa o'zingiz seylang, birisini aling içinde. Haqlarınızı alın. Şunu aldınız mı? Yani Xudo xolasa ayapamız padarkisini aldı. Bunu göremiz nova ekanligini Xudo xolasa. Yine Xudo xolasa ayapamız utub aldı Xudo xolasa padarkisini. Ayap endi bu padarkiniz, konvertiniz mende kaldı. Utub aldınız. Şu konvertinizde ben size pul teklif etaman. Sovg'angizni atışıp geçişiniz için. Size 100 emas 200 ming so'm teklif etaman. Ne deysiz? Konvert ya pul. Ne deysiz? 15 ming so'mlik padarki bo'lishi mumkin, 3 millionlik padarki bo'lishi mumkin. Qaysi birini tanlagan bo'ladi? Omaddan konvert. Baring 300 ming so'm etaman. Konvert. Konvertmi? Fikringiz o'zgarmaydi. Baring 200 qo'shdim, yana o'sha 600 ming so'm bo'ldi. Konvert bo'lag'asi olmadim. Konvertni aling, yine ayapamlar. Yani pulni 600 ming so'm pulni olmadi. Ayapamiz Xudo xolasa endi konvertni sovg'asini ko'ramiz. Xudo xolasa konvertimizni. Endi bu sovg'a, bu kayfiyat ko'tarish uchun ayapamiz 4 ming so'mlik skotch yutib oldilar. Voy. 4 ming so'mlik skotch yine. Gördünüz ki endi mijozlarimiz uchun yine mesela yine sovg'alarni yine birisini açıp görsemiz, yine birisini aldım. Endi bunun için narsani ko'ramiz da. Endi klientlarimiz bir ne bo'lmasin da beni. Lustra 155 ming so'mlik. Hozir ayapam 600 ming so'm pulni rad etdi. 5 ming so'mlik skotch yutib oldi. Ne bileyim, qimmatroq qarayman. Qimmat narsa.